Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus bayonot e'lon qilib, Yevropadagi oldingi qatordagi sug'urta shirkatlarini Xitoyning Hikvision va Dahua shirkatlarining texnikalarini ishlatishni qayta baholashga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin bu mas'uliyatchanlik bilan xatarning oldini olish qilingan bir chaqiriq deb mundaq deydi. Xaridorlarning sonliq ma'lumotlari, obro'yi va bexatarligini qo'g'dash siz ishlatayotgan texnikalarning keltiradigan xatarni e'tirof qilishdan boshlandi. Bu ahvol ishki tekshirish va kelgusidagi hamkorlikni astoydil qayta baholashni talab qiladi. Bizning maqsadimiz aniq. Agar siz bir texnikaning bexatarligiga gumon qilsangiz, uni o'rnatmasligingiz kerak. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2025-yili sentabrda Fransiyadagi Bordom advokatlik byurosi bilan birlikda Hikvision va Dahuaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida qo'li borligi va Rossiya-Ukraina urushida Rossiyani qo'llab Ukrainaning besilingan tuproqlarga kuzatish kameralari o'rnatganligi va Rossiyani urushda ishlatadigan odamsiz uchqu bilan ta'minlaganligi, Rossiyaning Ukraina qilgan hujumlari jarayonida Hikvision va Dahua kameralarining haqiqiy vaqtda to'p etishni tanglashga ishlatilganligi haqida dalillar bilan Parij sotiga arz sungan edi. Bu ariznomada bu shirkatlar ta'minlagan texnikalarning Uyg'urlarning keng ko'lamda nazorat qilish uchun ishlatilganligining aniq dalillari ko'rsatilib, bu qilmishlar xalqaroda insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilindi. Hikvision va Dahuaning tor va mashg'ulot tahdidlarini keltirib chiqarganligi, bu qilmishlarning xalqaroda insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinganligini, Hikvision va Dahuaning tor va mashg'ulot tahdidlarini keltirib chiqarganligi, buning ichida ruxsatsiz sonliq ma'lumotlarga erishish, ular aslarlarning qalayimqonlashishini keltirib chiqarish qatorliq omillarning borligimi o'ttirib qo'yilgan. Yevropa Ittifoqining yangi to'g'ri chidamchanlik qonuni va korxona imkoniyatini tekshirish ko'rsatmasi sug'urta shirkatining mas'uliyatini kengaytirib, texnik qattiq bexatarlik o'lchami va xavf-xatarni baholashni talab qiladi. Bu yana shirkatlarning qirg'inchilikning bir qismi sifatida diktator hukumatlarga ommaviy nazorat qilishga yordam berayotganligi ma'lum bo'lgan shirkatlar bilan savdo munosabatini qayta baholash kerakligini eskartadigan bo'lib, Borodom advokatlar byurosining mudiri Olga Matsilox, agar bir sistem buzilsa, hamma narsa o'xshash vaqtda buziladi. Yevropa korxonalari uchun bu shaxsiy sonliq ma'lumotlarning oshkorlanishi, mashg'ulot ziyni va nazorat qilish organlarining oshkorlanish xavfining eshishini ko'rsatadi. Bu jo'g'rafiya masalasi emas, balki ul aslarlarning ojizligi va ishonch masalasi deydi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan Yevropadagi dongli shirkatlardan, jumladan Germaniyaning, Ispaniyaning va Fransiya qatorliq davlatlarning dongli shirkatlariga xat yozib, ularni ishga tekshirish olib berishga, Hikvision va Dahuaning keltirib chiqaradigan xatri va hamkorliklarni to'xtatib, qaytadan qarab chiqishga chaqiriq qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi professor doktor Erkin Ahmedga Romaniya parlamentida Romaniya Turkiya tijorat birlashmasi va GAP jurnalistlar birligi tarafidan Sharq Turkiston da'vosi uchun qo'shgan tuhfalari va axborotchilik sohasidagi xizmatlar uchun GAP Oskarlari mukofoti berilgan. Mushu oyning 25-kuni Romaniya parlamentida 17-qatimli xalqaro GAP Oskarlarini mukofotlash marosimi olib berilgan. Romaniya Turkiya tijorat birlashmasi va GAP jurnalistlar birligi tarafidan o'rinlashtirilgan bu marosimda Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi professor doktor Erkin Ahmedga Sharq Turkiston da'vosi uchun qo'shgan tuhfalari va axborotchilik sohasidagi xizmatlar uchun GAP Oskarlari mukofoti berilgan. Bu marosimda Romaniya prezidenti, tashqi ishlar ministri va Turkiyaning hokimiyat beshidagi partiyaning vakili Kürşat Zorlular ijlis so'zini qilgan va Romaniya parlament a'zolari, axborotlar va nashriyatlar, korxonchilar, har qaysi universitetlarning doktor professorlari qaytilgan bo'lib, bu marosimda Turkiya Romaniya korxonchilar birlashmasi raisi Tamer Atalay, GAP jurnalistlar birlashmasining raisi Zeynal Abidin va bosh kotib Tamer Atalay apandilar professor doktor Erkin Ahmedga GAP Oskarlari mukofotini taqdim qilgan. Mazkur mukofot professor doktor Erkin Ahmedga 7 ilmiy kitobi, 3 tarjima kitobi, 25 yilga yaqin Erkin Osiyo radiosining muxbiri bo'lib ishlab, Uyg'ur xalqining hurlik, ozodlik orzusini Uyg'ur xalqi va turk dunyosiga tanishtirib kelgan xizmatlari
Uyg'ur davosi va Türk dunyosining axborotchilik ishlariga qo'shgan töhfalari axborotchilik sohasidagi utuqlar uchun berilgan bo'lib, bu marosimda yana Uyg'ur xalqining Turkiya parlamentidagi ovoz bo'lib kelayotgan professor doktor Selçuk Özdağmo mukofotlangan. Nexperia şirketi Amerika hökumetining jazolash tizimiga kirgizilish tehdididan keyin Gollandiyadagi Xitoy boshqaruvchisining yeriga Germaniyalik yuqori darajalik bir boshqaruvchini yangi bosh ijroiya amaldori qilib tayinlagan. Amerika Uyg'ur majburiy amgaki sababli Xitoy markazlik Vintage guruhini qora tizimlikka olgandan keyin Xitoy taraf buningdan o'chilish uchun Gollandiyadagi hamkorlashqish tarmoq shirkati Nexperia shirkatini mikrochipga oid ba'zi detallar bilan ta'minlashni to'xtatgan edi. Gollandiya hukumati bu sababdan Nexperianing texnikasini Xitoyga o'tnib berishga majbur qilmaslik uchun uni hukumat boshqarishiga o'tkazib olib, mazkur shirkatning Xitoy mas'ulini ishdan bo'shatgan va bu Xitoy boshqaruvchining yeriga germaniyalik bir yangi boshqaruvchi tayinlagan. Xitoy Gollandiyadagi tarmoq shirkatni mikrochipga oid ba'zi detallar bilan ta'minlashni to'xtatgandan keyin Yevropaning avtomobil sanoati palash olg'a tushib qolish girdoviga yuzlangan. Yevropa va G'arb ellari yillardan buyon Xitoyni taraqqiy qilayotgan davlatlar qatorida muomala qilib, Xitoyni xom ashyo bilan ta'minlash va ishlab chiqarishda dunyoning ishlab chiqarish mashinasi holatiga akab qo'yganning dardini tortayotgan bo'lib, Yevropa avtomobil sohasida bir avtomobilning bitib chiqishi uchun mazkur shirkatning 500 parchadan jiq ushshoq zapchastlarga ehtiyoji bo'ladi ekan. Germaniya, Fransiya, hatto Yevropa ittifoqi haftalardan buyon Xitoy bilan bu haqda jiddiy suhbatlar o'tkazgan bo'lsa-mu, hech bir natijaga erishalmagan bo'lib, mutaxassislar Xitoy g'arb davlatlariga mikrochip zapchastlari va seyrak to'pini ko'zir qilib, Yevropani Amerikadan uzoqlashtirish uchun Yevropaning mashinsozlik sanoatiga tahdid solmoqda deb qaramoqda. Xitoy taraf Nexperianing xizmatchilarini Gollandiyaning ko'rsatmalariga parvo qilmaslikka va vazifasidan qoldirilgan Xitoy boshqaruvchining asl o'rniga qaytarib kelish uchun Gollandiya tarafga tahdid solgan. Gollandiya buni qat'iy rad qilib, vazifasidan to'xtatilgan bosh ijroiya amaldori Jangni ruxsatsiz harakatlar va yolg'on so'zlar tarqitish bilan ayblagan. Bloombergning xabarida aytilishicha, bu qatimqi krizisdan keyin Nexperianing Yevropada ishlab chiqarishning bir qancha kun ichida to'xtatilish mo'ljallanmoqda ekan. Buning avtomobil sanoatiga bo'lgan ta'siri zo'r bo'lib, chip kamchilikning bir hafta ichida asosiy ta'minlaguvchilarga ta'sir ko'rsatishi va buning ta'siri 10 kundan 20 kungacha bo'lgan vaqt ichida butkul kesib tarqalishi mumkin ekan. Germaniya avtomobil jamiyati raisi Hildegard Müller bu ahvol ishlab chiqarishni zo'r darajada cheklashga, hatto yaqin kelgusida ishlab chiqarishning to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin deb Yevropani Xitoyning texnikasiga tayinib qilishning xatiridan ogohlantirgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.